Harakatdan to'xtamanglar. Nimaga bilasizmi? Chunki yiqilsangiz, yaqinlaringiz yaqindan, dushmanlaringiz uzoqdan tomosha qiladi, xolos. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, mana navbatdagi darvozani ustonovkaga o'rnashtirdik. Bu darvozamizning eni 4.10 ga 3.60 razmerda bo'ldi. Listlar 1.8 2 qavatli. Kimga kerak bo'lsa ekranda nomerlarga telefon qilaverasiz. Bu darvozamizni Oltiariq tumaniga olib kelib o'rnashtirdik. Juda ham chiroyli holatda, joylariga juda yaxshi holatda tushdi. Darvozamiz chekkalarini tanishtirsa, polni shiviller, 10 shiviller qilib berganmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Chekkalar taglari polni 10 shivillerda bo'lgan. 2 qavatli shumkal darvozamiz. Zamogimiz har doimgidek zubur zamok. Orqa qismi bu. Ko'rishlaringiz mumkin. Tekis holatda bo'ladi mana. O'rtalariga sentr zamok qo'yib berganmiz. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab, kimga kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga telefon qilsalar, olib borib o'rnashtirib beramiz.